Assalomu alaykum kimyogarlar. 9 sinfdan demak sizlar bilan 36-mavzuga keldik. O'zi xursand bo'lsanglar bo'ladi. 9 sinfda mavzular soni 38 ta atrofida edi. Eng muhimlari oxiriga yetib qoldik. Demak, 36-mavzuda nimani o'rganamiz? O'zbekistonda metallurgiya va cho'yan ishlab chiqarish. Yaxshi mavzu, lekin men abituriyentlik paytimda uncha yoqtirmaydigan bir zerikarli mavzu deb o'ylardim. Lekin foydali ma'lumotlar bor. Bu yerda shunchaki shaxsiy fikrimni aytib ketyapman. Abituriyent sifatida. Endi ustoz sifatida aytadigan bo'lsam, yaxshi, kerakli ma'lumotlar bor. Hozir o'rganamiz sizlar bilan. Demak, cho'yanni po'latdan qanday farqi bor? Nima uchun cho'yan mo'rt, po'lat esa mustahkam? Doimdek bu savollarga javobni biz mavzuni o'rganish davomida gaplashamiz. O'zbekistonda metallurgiya sanoati asosan Bekobodda joylashgan bo'lib, Bekobod metallurgiya zavodida qora metallar mahsulotlari, po'lat va cho'yan ishlab chiqariladi. Endi cho'yan. Demak, mana e'tibor beringlar, cho'yan. Tarkibida 2,4% dan ko'p uglerod tutgan temir va uglerod qotishmasi. Po'lat bo'ladigan bo'lsa, tarkibida 2,4% dan kam uglerod tutgan temir va uglerod qotishmasi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, cho'yanda uglerodning miqdori ko'p. Po'latda esa uglerodning miqdori kam ancha. Endi bir yo'la yuqoridagi savolga javob berib ketadigan bo'lsak, qaranglar. Cho'yan va po'latning qanday farqi bor deganda asosiy farqi demak bizda uglerodda. Demak, temirda uglerod miqdori ko'paygan sari 2,4% dan oshib ketadigan bo'lsa, bu cho'yan bo'ladi. Agarda uglerod miqdori kamroq bo'lsa, bu po'lat bo'ladi. Bitta hayotiy voqeani aytib beraman. Yoshlik paytimda, adashmasam bir 7-8-sinflar paytimda uyimizda arava, ko'pchilik shunaqa deydi, aravami, avarami har xil aytishadi, haligi g'ildiragi bor, ustiga shag'al qum solib ustalar tashlaydigan narsa. Arava desam ham hamma tushunsa kerak. Как manda bunday narsa, bu yoqda ushlaydigani bor, bu yerda g'ildiragi bor. Mana shuni g'ildiragi cho'yandan qilingan edi, og'ir edi. Bu aravani yettilash juda ham qiynaligi, tashish ham qiyin bo'lardi. Bir kun nima qilganman? Teshadami, boltadami, molotokdami o'zimcha o'ynab shu mana shu g'ildiragini urib, baligi bunday taqillatib o'tirgan paytimda kichkina bo'lganman, sinib ketgan o'sha narsa. Keyin rosa so'kish eshitganman, xullas. Buvimdan, uydagilardan. Nima demoqchiman bu bilan? Qaranglar, hayotiy misol bilan. Doim shunaqa uzoqlarga o'tlab ketib qolaman, e'tibor bermaysizlar. Qiziqarliroq, bir esda qolarli bo'lishicha aytib beraman har doim misollarni. Cho'yan bu mustahkamligi past ancha. Ya'ni u nozikroq. Agar qishloq sharoitda bo'ladigan, yashaydigan insonlar bo'lsa biladi, cho'yan pechkalar bo'ladi. Pechkalar shunaqa cho'yanda yasaladi. Uni ehtiyot qilmasa, qattiqroq zarba tegadigan bo'lsa, sinib ketib qoladi. O'sha uglerod miqdori ko'p bo'lganligi uchun. Po'lat bo'lsa, o'zi nomidan bilasa, po'lat deganda bir mustahkam narsa hayolimizga keladi. Po'lat bu ancha chidamli bir metal. Metalning bir turi desa bo'ladi. Endi cho'yanni olinishini o'rganamiz sizlar bilan, jigarlar. Xo'p, cho'yan tarkibi asosan temir oksidlardan iborat. Cho'yan tarkibi asosan temir oksidlardan iborat. Temir rudalari, xo'p, domna pechlarda suyuqlantirib olinadi. Xomashyo, bularni yodlashimiz kerak. Temir 2 oksidi, temir 3 oksidi, temir qo'sh oksidi, koks, ya'ni uglerod, flyus, ohak tosh va qum aralashmasi. Demak, asosiy xomashyolarimiz mana shu. Bularni yodlashinglar kerak. Domna pechlari, mana domna pechini tuzilishini ko'rib turibsizlar. E'tibor beringlar rasmlarga. O'zingizlar kitob o'qiyotganda yaqinlashtirib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Ko'rib ketamiz. Domna pechlari. Domna pechlari o'tga chidamli g'ishtdan qurilgan. Domna pechlari o'tga chidamli g'ishtdan qurilgan. Balandligi 27-31 metrgacha bo'ladi. Minora shaklida. Domnaning yuqori qismidan temir rudasi, koks, flyus, ohak tosh, qum aralashmasi solinadi. Yuqori qismi e'tibor bergan bo'lsanglar, mana tepagacha olib chiqib turib, mana shu tepadan solinadi. Rasm yaxshi berilgan. Agar yaxshi foydalana olsak. Endi domnaning pastki qismida esa formalar, maxsus teshiklar orqali 608 gradusga qizdirilgan havo purkaladi. Mana bu joydan. Mana shu qismidan qizdirilgan havo purkaladi. Ko'pincha havo bilan toza kislorod ham purkaladi. Bu kislorodli purkama deyiladi.
Endi kokusni yonishidan domlada yuqori harorat hosil bo'ladi. Demak, kokus bizda uglerod, ya'ni ko'mir, ya'ni ko'mirni bitta turi deb tasavvur qilsalar bo'ladi. Bu yonishidan yuqori issiqlik paydo bo'ladi. Kislorodli purkama haroratni ko'tarish va cho'yanni suyuqlanishini tezlashtirishni ta'minlaydi. Havoda bilamiz kislorodning foizi 21%, 20% atrofida. Demak, bu kislorodni ko'paytiradigan bo'lsak, yonishi yana ham oshadi. Shuni aytyapti bu yerda. Domlada kokus zarur haroratni va qaytaruvchi vazifasini bajaruvchi is gazi uchun xizmat qiladi. Demak, domna pechida mana bu kokusda qanaqa vazifasi bor deganda, harorat va qaytaruvchi sifatida ishlatiladigan is gazini manbasi bu. Ikkita vazifasi shu. Xo'p, domnada quyidagi kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Birinchisi, kokusning bir qismi yonib karbonatni hosil qiladi. Mana reaksiyasi berilgan, ko'riladi. Uglerod kokus yonib, mana karbonatni yayapti. Ikkinchisi, yuqori haroratda karbonatangidrid kokus bilan ta'sirlashib is gaziga aylanadi. Mana karbonatangidrid yana uglerod bilan ta'sirlashyapti va is gazi hosil bo'ldi. Endi uchinchi reaksiya, is gazi temir rudasini erkin temirgacha qaytaradi. Mana temirda mana bu rudalardan temir uch oksidi mana suv qizdirilganda suv chiqib ketyapti birinchi. Keyingi bosqichda temir uch oksidiga is gazi qo'shganimizda temir qo'sh oksidi bilan karbonatangidrid, ya'ni birdaniga temir uch oksiddan temirni ajratib olishni iloji yo'q. Bundan birinchi nima hosil bo'ldi? Temir qo'sh oksidi. Endi temir qo'sh oksidiga yana is gaz ta'sir etilgan temir ikki oksidi bilan karbonatangidrid va oxiri temir ikki oksidiga is gazi qo'shgan paytimizda temir va karbonatangidridga aylanib ketyapti. Bosqichma-bosqich sodir bo'ladi bu reaksiyalar. E'tibor beringlar, millisekundda ham tushib qolishi mumkin balki. Shu paytgacha bu reaksiyalarni men ko'rmaganman. Endi davom etamiz. Rudadagi qo'shimcha keraksiz narsalar flyus bilan birga oson suyuqlanuvchan yengil moddalar shlakni hosil qiladi. Demak, shlak bu oson suyuqlanuvchan yengil, bizga kerak emas narsalar shlak shaklida chiqib ketadi. Mana ohak tosh, kalsiy karbonat parchalanib, kalsiy oksid va karbonatangidrid bo'lyapti. Karbonatangidrid tepidagi reaksiyaga davom etadigani, kalsiy oksid bo'lsa qum bilan qo'shilib kalsiy silikatni hosil qilyapti. Rudadan qaytarish natijasida olingan govak temir is gazi, kokus uglerodi, kremniy, marganez, fosfor, oltin yuklar bilan ta'sirlashib, suyuq cho'yanni hosil qiladi. Cho'yan va shlak domnaning quyi qismi, goron degan qismga oqadi. Rasmda ko'rib ketamiz, qaranglar. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana pastda mana oqyapti pastga. Pastga oqib tushadi. O'sha goron. Xo'p, goronda ikkita qatlam paydo bo'ladi. Yuqoridagi qatlam shlak qatlami, shlak yengil bo'lgani uchun, pastda esa cho'yan qatlami hosil bo'ladi. Shlak qatlami cho'yanni oksidlanishdan himoya qiladi. Demak, shlakning vazifasi nima deganda, mana shuni aytib berishlar kerak. Cho'yanni himoya qiladi. Cho'yan va shlak doimiy ravishda maxsus turtkichlar orqali domna pechdan chiqarib turiladi. Cho'yanning zichligi 7,5, shlakning zichligi esa mana 2,5 deb teng, mana shlak 2,5. Shuni hisobiga tepasida qalqib qoladi. Masalan, mana bu idish deb tasavvur qilsanglar, mana bu pastki qismda cho'yan og'ir bo'lgani uchun, yuqori qismda esa mana bunday qoplab turadi shlak. Shlak o'sha cho'yanni pastki qismlarini himoya qilib, o'rab turadigan qatlam paydo qiladi. Keyingi yillarda domnaga kislorod bilan birgalikda tabiiy gaz ham purkash yo'lga qo'yildi. Tabiiy gaz tarkibidagi metan yonib karbonatangidrid suv bug'ini hosil qiladi. Ular esa cho'g'langan ko'mir bilan ta'sirlashib, natijada domna gazi, is gazi va vodorod. Demak, domna gazi, is gazi va mana vodorod kuchli qaytaruvchilar bilan boyiydi. Mana reaksiyasi. Metan yonib karbonatangidrid va suv hosil qiladi. Karbonatangidrid uglerod bilan ta'sirlashib is gazi, suv uglerod bilan ta'sirlashib bizda mana shu vodorodni, is gazini hosil qiladi. Hosil bo'lgan mana shu vodorod, is gazidan iborat aralashma bu domna gazi deb aytilyapti mana bu joyda. Tabiiy gazni bu jarayonga qo'shish kokus sarfini 10-20% ga kamaytiradi. Davom etamiz. Cho'yanning xossalari. Domnada olingan cho'yan 2-4,5% uglerod, oz miqdorda kremniy, marganez, oltin yod, fosfor tutadi. Kremniy, marganez, oltin yod, fosfor saqlaydi. Cho'yan temirdan qattiq va mo'rt bo'ladi. Bolg'alanmaydi. Eslardan o'sha men molotokda urgan paytimda sinib ketgan. Agarda qanaqadir temir buyum bo'lgan paytda u sinmasdi. Qiyshayshi mumkin edi, ya'ni deformatsiyaga uchrashi mumkin.
Choyanda bunaqa xususiyati yo'q. U plastik emas. Quyma va to'yingan cho'yanlar farqlanadi. Quyma cho'yandan buyum tayyorlanadi. To'yingan cho'yandan po'lat olinadi. Bu muhim. Mana bu rasmlar, mana cho'yan panjara, bu quyma cho'yanga misol bo'ladi. Martin pechi. Bu hozir kerak emas Martin pechi. Cho'yan, davom etamiz. Temirni uglerod bilan hosil qilgan qotishmasi. Temir va uglerodning qotishmasi mana. Tarkibida 2–4,5% uglerod saqlaydi. Shuningdek, cho'yan tarkibida 1,5% gacha marganiz, 4,5% gacha kremniy, oz miqdorda oltin gut fosfor ham bo'ladi. Endi keyingisi legerlangan cho'yan. Xo'p, xrom, nikel, kremniy, marganezlar bo'ladi. Po'lat cho'yandan olinadi. Cho'yan domna pechlarida olinadi. Xo'p, xomashyo temir rudasi, buni gaplashdik, kokusli flyus ham bor edi tepada. Flyus. Endi cho'yan qora metallurgiyan birlamchi mahsuloti, ya'ni dastlabki hosil bo'ladigan. Endi quyma cho'yan, to'yingan cho'yan. Quyma cho'yan kulrang bo'lib, undagi uglerod grafit shaklida mavjud. Undan turbalar, ko'priklar uchun panjaralar, mashina qismlari, kimyoviy uskunalar tayyorlanadi. Endi to'yingan cho'yan oq rangli bo'lib, undagi uglerod temir karbid shaklida bo'ladi. Undan po'lat olishni bo'ladi. Asosiy farqi qaranglar. Quyma cho'yan kulrang, to'yingan cho'yan oq rangda. Quyma cho'yan tarkibida uglerod grafit shaklida bo'ladi. To'yingan cho'yan tarkibida mana temir karbid shaklida bo'ladi. Endi quyma cho'yandan har xil turbalar, mana bunaqa buyumlar ishlab chiqarsa, to'yingan cho'yandan po'lat olishda foydalaniladi. Savol-javoblarda uncha ma'lumot berilmagan, o'zingizlar mustaqil o'qib qo'yasizlar. Keyingi darsimizda po'lat ishlab chiqarishni gaplashamiz.